payg'ambarimiz alayhisalom Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda aytadilar, kim mu'minni kofirlikda ayblaydigan bo'lsa, bu uni o'ldirishga teng dedilar. Bir mu'min kishi bilan mushrik kishining o'rtasida kelishmovchilik bo'ldi, jang maydonida bo'lyapti. Mu'min kishi uni ta'qib qilib bordi. Hatto haligi mushrik bo'lgan kishini qochishga imkoniyati qolmadi. Daraxtga suyanib to'xtadi. Haligi mu'min kishi qilichini yalang'ochlab uni joniga qasd qilaman, ya'ni uni o'ldiraman deganda, haligi mushrik kishi ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh dedi. U kishi qilichni olib uni joniga qasd qildilar. Shu voqea payg'ambarimiz alayhisalomga yetkazildi. Payg'ambar alayhisalom jahllari chiqib ketdi. Shahodatni aytsa ham uni o'ldirdingmi dedilar. U kishi aytdilarki, ey Allohning rasuli, bu meni qilichimdan qo'rqib aytdi, o'limdan qo'rqqanligidan bu gapni aytdi dedi. Payg'ambar alayhisalom, sen uni qalbini qattan bilasan dedilar. Astoydil aytdimi, astoydil aytmadimi, qattan bilasan dedilar. Iymon manbetda bo'ladi dedilar. Qalblarning egasi Alloh subhanahu va taolo, u qanday ekanligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi.